Yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishda ehtiyojmand aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori bilan endilikda ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchilar, kambag'al oilalar reyestriga kiritilganlar, shuningdek reyestrlarga kiritilmagan biroq moddiy ahvoli bo'yicha kam ta'minlangan oilalar mezonlarga to'g'ri keluvchilarga elektr va gaz iste'moli uchun bazaviy me'yordan oshgan narxlar o'rtasidagi farq kompensatsiya qilib beriladi. Batafsil hozirgi sharhimizda so'z yuritiladi. Mamlakatimizda energetika sohasiga bozor mexanizmlarini joriy etish bo'yicha salmoqli qadamlar tashlandi. Bu bozorda raqobat muhitini ta'minlashning, sohadagi investitsion jozibadorlikni oshirishning, qolaversa aholini uzluksiz elektr energiyasi va tabiiy gaz bilan ta'minlashning yagona shartidir. Muhimi bu jarayonda aholining kam ta'minlangan, e'tiborga muhtoj qatlamlarga doimiy g'amxo'rlik ko'rsatilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishda ehtiyojmand aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida ham ayni jihatlar o'z ifodasini topgan. Qarorga muvofiq 2025-yil 1-maydan 2027-yil 1-aprelgacha oiladagi jon boshiga daromadi minimal iste'mol xarajatining 1,5 barobaridan oshmaydigan oilalarga elektr energiyasi iste'moli bo'yicha oyiga bazaviy me'yordan 150 kWh-gacha, tabiiy gaz iste'moli bo'yicha isitish mavsumida oyiga bazaviy me'yordan 250 kub metrgacha, boshqa davrlarda oyiga bazaviy me'yordan 150 kub metrgacha ortiq foydalanilgan qismi uchun bazaviy me'yor doirasidagi hamda bazaviy me'yordan oshgan narxlar o'rtasidagi farq kompensatsiya qilib beriladi. Amaldagi tartibga asosan elektr energiyasi uchun kompensatsiyalar faqatgina isitish mavsumida, ya'ni noyabr-fevral oylarida to'lab berilgan. Yangi tartibga ko'ra, ushbu kompensatsiya pullari elektr energiyasi uchun yil davomida, ya'ni barcha mavsumda ijtimoiy me'yordan oshiqcha iste'mol qilganda 150 kilovatgacha bo'lgan o'rtadagi farqi kompensatsiya qilib beriladi. Natijada qishda 77,2% va boshqa davrda 92,4% kambag'al oilalar elektr energiyasining bazaviy narxda iste'mol qiladi. Tabiiy gaz iste'moli esa isitish mavsumida 500 kub metrdan oshgan qismi, ya'ni 250 metr kubgacha bo'lgan qismi, boshqa davrda esa 150 metr kubgacha bo'lgan qismi qoplab beriladi. Natijada qishda 83% va boshqa davrda esa 93,2% kambag'al oilalarga tabiiy gazning ba'zi narxda iste'mol qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Buning uchun jami 280 ming oilaga 220 milliard so'm to'lab beriladi. Qarorga ko'ra 2025-2026 yilga isitish mavsumida aholining ehtiyojmand qatlamini qo'shimcha moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy yilning noyabr oyida reyestrga kiritilgan oilalarga hamda yordamga muhtoj oilalarga 1 million so'mdan bir martalik moddiy yordam ajratiladi. Tarif narxini oshishi natijasida kambag'al oilalar uchun qishda 816 ming so'm qo'shimcha xarajat qilinishi sababli 2025-2026 yilgi isitish mavsumi uchun joriy yilning noyabr oyida bir martalik 1 million so'mdan moddiy yordam ajratilishi nazarda tutilyapti. Bu 816 ming so'm qayerdan yuzaga kelyapti? Bu 204 ming so'm 4 oy, ya'ni isitish mavsumidagi noyabr-fevral oylari hisobidan yuzaga kelayotgan 816 ming so'm qo'shimcha xarajat evaziga 1 million so'mdan moddiy yordam. Kimlar uchun beriladi bu moddiy yordam? Reyestrga kiritilgan oilalarga. Bu qaysi reyestrlar? Ijtimoiy himoya yagona reyestri va kambag'al oilalar reyestri. Undan tashqari reyestrga kiritilmagan, lekin kambag'allikka tushish xavfi bo'lgan oilalarga qo'shimcha ravishda mahalla yettiligi xulosasi asosida mana shu moddiy yordam pullari ajratiladi. Mahalla yettiligi tomonidan qo'shimcha ro'yxat shakllantirilishida quyidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratiladi. Bular boquvchisini yo'qotgan oilalar, a'zolari birinchi yoki ikkinchi guruh nogironi bo'lgan shaxslardan iborat oilalar, nogironligi bo'lgan bolalarni parvarishlayotgan oilalar, uzoq muddatli davolanishni talab etadigan kasalliklar bilan kasallangan shaxslar yashovchi oilalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi shaxslar hamda yolg'iz yashovchi keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar inobatga olinadi. Shuningdek, mazkur yordam pullari 3 va undan ortiq oila yashaydigan xonadonlarda hamda gaz ta'minoti bo'lmagan yoki markazlashtirilgan tartibda isitilmaydigan ko'p qavatli uylarda yashovchi oilalarga ham ajratiladi. Bu oilalar miqdori
reyestrga kiritilgan oilalarga nisbatan 40% dan oshmagan holda ro'yxati shakllantiriladi. Bu tartib amaliyotda 15% miqdorida belgilangan edi, bugungi kunga kelib 40% gacha oshirildi. Bitta mahalla misolida agar reyestrga kiritilgan oila soni 100 ta bo'layotgan bo'lsa, bugungi kunga kelib qo'shimcha ro'yxat bilan ushbu mahallada 140 tagacha bo'lgan oilaga qo'shimcha yordamlar ko'rsatiladi. Mahalla yettiligi zimmasiga ham bir qator vazifalar yuklatildi. Bu birinchi navbatda ushbu ro'yxat shakllantirishda adolat mezonlariga, shaffoflikka rioya qilinishiga shaxsan javobgar etib mahalla raislari etib belgilandi. Qo'shimcha ro'yxat shakllantirishda har bir mahallamizni barcha ijtimoiy iqtisodiy ahvolni aks ettiruvchi ma'lumotlar bazasi bor. Ma'lumotlar bazasiga tushgan ehtiyojmand oilalarimizni bevosita mahalla yettiligi o'zi o'rganib qo'shimcha ro'yxatga kiritadi. Bundan tashqari fuqarolarimiz ham o'zlari murojaat qilishlari mumkin. Yuqoriga shakllantirilgan ro'yxat inson ijtimoiy markazlarga taqdim qilinadi. Qaror bilan davlat tomonidan ajratiladigan kompensatsiya va moddiy yordamni haqiqiy ehtiyojmand aholiga yetkazish, mazkur jarayonda adolatlilik, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha bir qator manfaatdor tashkilot, vazirlik rahbarlariga shaxsiy javobgarlik mas'uliyati yuklatildi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslari iste'molchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 2024-2025 yillarda yoqilg'i energetika resurslari narxlarining bosqichma-bosqich o'zgarish grafikiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qarori ham qabul qilindi. Ushbu hujjat bilan hukumatning 2024-yil 16-apreldagi qaroriga qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Unga ko'ra, yoqilg'i energetika resurslari narxlarining oshish muddati 1-apreldan 1-mayga ko'chirildi. Shuningdek, 201 kilovatt-soatdan 1000 kilovatt-soatgacha bo'lgan differensialashgan tarif bo'yicha iste'mol miqdori orasiga yangi miqdor kiritildi. Ya'ni 2025-yil 1-maydan iste'molchilar 201 kilovatt-soatdan 500 kilovatt-soatgacha bo'lgan yangi miqdor oralig'ida har bir kilovatt-soat uchun 800 so'mdan to'laydi. Avvalgi tartibga ko'ra 201 kilovatt-soatdan 1000 kilovatt-soatgacha bo'lgan qismi uchun 900 so'mdan haq to'lanar edi. O'tgan moliya yili yakunlari bo'yicha maishiy iste'molchilarimiz tomonidan amalga oshirgan amaldagi iste'mol tahlil qilinganda 500 kilovatt-soatgacha iste'mol qilgan abonentlarimiz umumiy abonentlar ulushida 88% ni tashkil etgan. Shu sababli imtiyozli normani 500 kilovatt-soatgacha oshirish taklif qilindi. Avval 200 kilovatt-soatgacha 450 so'mdan, 201 kilovatt-soatdan 1000 kilovatt-soatgacha 900 so'mdan to'langan bo'lsa, 1-maydan boshlab 201 kilovatt-soatdan 1000 kilovatt-soatgacha 1000 so'mdan to'lanishi nazarda tutilgan edi. Mazkur o'zgartirishga asosan endilikda 200 kilovatt-soatgacha 600 so'mdan, 201 kilovatt-soatdan 500 kilovatt-soatgacha 1000 so'mdan emas, balki 800 so'mdan to'lov amalga oshirilishi nazarda tutilmoqda. Buning natijasida 1-maygacha 500 kilovatt-soatgacha iste'mol amalga oshirgan abonent 200 kilovatt-soatgacha 450 so'mdan 90 ming so'm, 201 kilovatt-soatdan 500 kilovatt-soatgacha 900 so'mdan 270 ming so'm, umumiy bu summa 360 ming so'mni tashkil etar edi. Endi 1-maydan boshlab 200 kilovatt-soatgacha 600 so'mdan 120 ming so'm, 201 kilovatt-soatdan 500 kilovatt-soatgacha 800 so'mdan 240 ming so'm to'lov amalga oshiriladi. Umumiy 360 ming so'm xarajat qilinadi. Demak, iste'molchilarga 1-maydan oshiriladigan narxlar 500 kilovatt-soatgacha iste'mol amalga oshiradigan bo'lsa, o'zgarishsiz qoldirildi deyishimiz mumkin. Bundan tashqari qaror bilan 2026-yil 1-yanvardan elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlari har yili 1-maydan bir marotaba yillik inflyatsiya darajasidan kelib chiqqan holda 10% dan yuqori bo'lmagan miqdorda indeksatsiya qilib boriladi.